Xo'p, assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Do'stlar, sizlarga bitta arzon va zo'r uy topib qo'ydim. Videoga hozirda o'zida bitta dona like bosib, obuna bo'lib qo'yish obязательно esingizdan chiqmasin. Xo'p, sizlarning likelar ko'payadigan bo'lsa, bunaqa arzon uylarni ham endi bundan buyog'iga obzor qilib beramiz, do'stlar. Xo'p, do'stlar, bu uyimiz Dino tumanida joylashgan, ya'ni Sangardagi yo'lda, Raysovskiy degan qishloqda ekan, do'stlar. To'liqroq ma'lumotni xo'p videoga qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib yana ham ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi, do'stlar. Xo'p, endi uyimizga keladigan bo'lsak, uyimiz 12 xona ekan, podboli bilan polni mana chiroyli qilib solingan ekan uy. Xo'p, do'stlar, aytganimizdek shu opsi bo'lib 12 xona qilingan podboli bilan. Uylar hali polni remonti tugamagan. Xo'p, remontlar hali qilinishi kerak. Ozgina uyning ichiga ya'ni shkatoka qilib kirib olingan ekan. Xo'p, o'zinglar bemalol o'zinglarga, dedinglarga moslab olsanglar bo'ladi uylarni, do'stlar. Xo'p, shu aytganimizdek 12 xonaga solingan. Xo'p, kattasi ikkinchi etaklarini ko'rsatamiz, do'stlar. Pastda odamlarga yashayotgan ekan. Katta xona nechiga nechi degandingiz? Katta xonasini 5 ga 4,5 kattasi, kichkinasi-chi? 4 ga 3,5 kichkinasi, do'stlar. Ko'rishinglar mumkin, ikkinchi etaji. Xullas kalom korobka holatida yashagan bo'ladi, do'stlar. Qanday jiyan? Mana do'stlar. Men ko'rishinglar mumkin. Bemalol remont qilib o'zinglar dedinglarga qarab qolsanglar bo'ladi, do'stlar. Xullas uyga keng omon emas, cho'tki qilib xullas zamonimizga to'g'ri keladigan holatda qilingan ekan. Endi bu joyda yerlari, o'g'illari bilan polni sotilinar ekan, do'stlar. Lokatsiya ham zo'r, yerlari bor, do'stlar. Bemalol dehqonchilik qilsanglar bo'ladi. Mana o'g'illari ham bor ekan, 2 etajda. O'shani ham qo'shib hammasi xullas kalom polni sotilinyapti, do'stlar. Xo'p, ulgurib qolinglar, olaman degan bo'lsa, yosh oilalar bo'lsa, juda ham zo'r variant, do'stlar. Даже tayyorda, ozgina ichiga, ya'ni ichki remontini qilsanglar, mazza qilib yashasanglar bo'ladi, do'stlar. Endi bunaqa uylarda juda ham qimmat aytgan joylar ham bo'ldi. Hozir tog'amizni ham narxini eshitib ko'rib, narxi ham yaxshi ekan, qulay ekan. Bemalol Xudo xohlasa baraka qo'ysanglar bo'ladi. Hozir pastlarni ham ko'rsatamiz, do'stlar. Xo'p, darvozalarni ham zo'rni qo'yganman. Yaxshisi xarajat qilganman deyapti egasi, do'stlar. Podbollar ham mana ko'rishinglar mumkin. Buni bemalol kelib o'zinglar ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana do'stlar, yerlari, agrodlari, umuman suv, bu hamma yog'i zo'r deyapti, do'stlar. Uyning orqa tarafidan ko'rinish, do'stlar. Agrod go'ji egnam ekilgan. Bu yerda gaz bormi? Gaz yo'q, lekin suv, svet muammosi yo'q. Bez problem. Bez problem, do'stlar. Bemalol dolasa ko'rib olasizlar kelib. Suv ham zo'r, ichadigan suvlar ham zo'r deyapti, do'stlar. Xo'p, endi buni narxini rosa tog'am bilan ham tortishdik. Narxini sal qimmatroq aytuvdik, yo'q. Obunachilarga chiroyli qilib beraylik deb narxini, do'stlar, 80 mingga gaplashib qo'ydik. Yana ham telefon qilib, baribir xayr barakasiga kelishib olsanglar bo'ladi. Bog'lansanglar bo'ladi. Nomerligini shu videoga qo'yib qo'yamiz. Xo'p, bemalol telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi, lekin даже tayyorda, do'stlar. Bitta remontini, ichki remontini qilsanglar, xudo xolasa cho'tki bo'lib ketadi, do'stlar. Xo'p, endi mana shu aytganimizdek o'g'illari bor. O'g'illari ham o'zi tayyor, do'stlar. Xo'p, chorva bilan ham bemalol xullas shug'ullansa bo'ladi. Igin-tekin hamma xullas imkoniyatlari bor. 11 sutlik, do'stlar. O'sha 11 sutlikdan ozgina oshadi ekan. 11 sutlik ham deylik. Xo'p. Mana do'stlar. Tayyor uy bilan telefon qilinglar, bog'laninglar, do'stlar. Xo'p, do'stlar, tog'ani o'zi ham tushuntirib boradi. Mazil to'g'ri aytib yuboring, mana ko'chadan kelishda. Rakasovskiy. Qishloq. G'ofilobod ko'cha. Xullas, Dinoda joylashgan. Sangardagi yo'li. Sangardagi yo'li, do'stlar. Lokatsiya ham zo'r. O'zinglar ham ko'rib turibsizlar, mana uylar ham cho'tki solingan. Xullas, zamonaviy, do'stlar. Telefon qilib yana ham to'liqroq ma'lumotni olsanglar bo'ladi.
bemalol xudo xolasa mana pul ayalmagan deyapti do'stlar. Mana eshiklari, ramkalari hamma xullas yaxshisi imzoniki qo'yilgan deyapti do'stlar. Telefon qilinglar. Yana ma'lumotni olsanglar bo'ladi.